Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana Qirg'izistonning o'tib chegaradan arodan olishlarni qilib ovqatlarimiz albatta qildik. Ketyapmiz Boburni joyiga. Rahmatullohi va barakatuh. Mana Alloh taolo mana qarang. Qirg'izistonda Bishkekka qarab yo'lga ketayotgandik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bu masjidning nomi nima? Kirkon. Otingiz nima? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad falvarga yetgan Allohim. Mana assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana men Ostonadaman. Poyezd vokzaldan keyingi 100 metr yurib Alama masjid bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Otingiz nima, qarindosh? Otingiz nima? Assalomu alaykum va rahmatullohi. Otingiz nima, qarindosh? Otingiz nima? Assalomu alaykum va rahmatullohi. Как зовут? Ангелина. Русский? Русский. Это меня помогает, это Бог, это помогает Аллах. Пусть у Сейчас вас меня будет всё берет. Как зовут? Галя, спасибо. Это русский. Ey odamlar, mo'min musulmonlar, mana qor. Yig'ib gorod, yig'ib og'ish kuni yo'li, mana qor yog'ishini qarang. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men Ostonadan sana qarab ketayotganimda mana bu yerda ketib qoldi, kechga qolib ketdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana men hamqishloq bilan ko'rishdik mana. Zahan Ali. Oting nima? Robert. Robert bilan ko'rishgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana shu masjidlarga keldik mana. Namoz asrda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Какой город? Город Семей. Семипалатинск. А это как зовут? Азамат. Azamat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana shu tomonga bir mehmon bo'lib keldik. Ismingiz nima? Otabek. Otabek? Qayoq bu yoq? Assalomu alaykum va rahmatullohi. Mana keldim. Mana masjid.